Assalomu alaykum do'stlar. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz arteriyaning qo'l tarmoqlari, ya'ni qo'lning qon bilan ta'minlanishini to'liq ko'rib chiqamiz. Oldingi darslarda demak boshning, bo'yinning hamda yelkaning, ya'ni umrov, ko'krak sohalarini qon bilan ta'minlanish, ko'krak sohalari qon bilan ta'minlanishini ko'rib o'tgan. Endi xudo xolasa bugun qo'lni to'liq qon bilan ta'minlanishini gaplashamiz. Unda boshladi. O'zi qo'l tarmoqlari arteriya brachialisdan boshlanadi, ya'ni arteriya yelka arteriyasidan boshlanadi desak bo'ladi, ya'ni yelka arteriyasi. Demak, quyidagi sxema shaklida ko'rsatilgan bu yerda arteriya brachialis ham uning tarmoqlari, arteriya radialis ulnaris va uning tarmoqlari hamda kafning qon bilan ta'minlanishi to'liq bu yerda ko'rsatilgan. Hozir bu haqda ham gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi tarmog'i arteriya profunda brachi, ya'ni yelkaning chuqur arteriyasi. Bu yirik arteriya hisoblanadi. Birinchi tarmog'i aynan mana shu hisoblanar ekan. Bu demak quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkin. Endi rasm bu yerda tiniq va yaqqol ko'rsatilmagan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yerda ajratib ko'rsatilgan aynan mana shu yashil bilan ko'rsatilgani arteriya profunda brachi, arteriyaning chuqur tarmog'i hisoblanadi. Shunaqa shaklda. Xo'p, bu yerda raqam bilan ko'rsatganmiz. Mana bu birinchi raqam bu arteriya brachi. Arteriya brachi to 2 ga bo'lingungacha bo'lgan joygacha arteriya brachialis hisoblanadi. Ikkinchi raqam bilan qo'yilgani bu arteriya profunda brachi. Arteriya profunda brachi. Arteriya profunda brachini ko'rishimiz mumkinki, bu 2 ta yoki 3 ta tarmoqni hosil qilyapti. Ba'zi manbalarda 4 ta, 5 ta tarmoqlargacha ko'rsatilgan. Endi ular juda ham mayda tarmoqligi uchun bu yerda aytib o'tirmaymiz. Xo'p, demak, 3-chi va 4-chi tarmoqlar, ya'ni arteriya profunda brachining o'zini tarmoqlari hisoblanadi. Bular arteriya collateralis radialis hamda arteriya collateralis media. Arteriya collateralis radialis mana bu 3-chi tarmoq, arteriya collateralis media bu 4-chi tarmoq hisoblanadi. Media degani o'rtaroq, ya'ni humerus suyagiga nisbatan aytilyapti, media deb. Demak, va arteriya nutritsiya humeri ham bor. Bu yerda ko'rsatmadim, chunki bu juda ham kichkinaroq tarmoq bo'lganligi uchun bu humerus, ya'ni yelka suyagining o'zini qon bilan ta'minlashda ahamiyatga ega ekan. Nutritsiya, ya'ni yelkaning oziqlantiruvchi arteriyasi. Mana shunaqa shaklda. Xo'p, rasmda yaqqol ko'rinmaydi, chunki bu yerda muskul oraliqlari, boshqalar bor. Aniq bu yerda tarmoqlarni topish qiyin. Prezentatsiyada ko'ra olasizlar. Keyingi tarmog'imiz rami muscularis. Mana bu kichkina chiziqchalar chiqarilgan bu rami muscularis, ya'ni muskullarni qon bilan ta'minlovchilar hisoblanadi. Arteriya profunda brachi nimalar qon bilan ta'minlaydi aytmabmiz. Bu tarmoqlar muscus deltoidisni qon bilan ta'minlaydi, muscus biceps brachini ham qon bilan ta'minlab o'tib ketadi. Qisman demak bu yerda triceps brachilar ham bor, ya'ni o'sha yerda joylashgan muskullarni qon bilan ta'minlaydi. Rami muscularis o'z nomidan, ya'ni yelka asosan muscus biceps brachini qon bilan ta'minlaydi. Yelka sohasida. Arteriya collateralis ulnaris superior hamda arteriya collateralis ulnaris inferior. Endi savol tug'ilyapti. Nega ulnaris? Aynan yelkada joylashgan arteriya nega ulnaris degan nom? Chunki bu anastomoz hosil qiladi. Arteriya ulnaris bilan anastomoz hosil qilganligi uchun, bevosita anastomoz hosil qilganligi uchun shunaqa nom berilgan. Lekin bu arteriya collateralis ulnaris superior mana 5-raqam, ulnaris inferior mana 6-raqam hisoblanadi. Shunaqa shaklda. Quyidagi rasmda ham ko'ra olishingiz mumkin. Bu yerda aytganimdek juda ham mayda. Yuqori yelkaning, demak, yuqorirog'ida hamda mana bu pastrog'ida arteriya ulnaris inferiorni ko'rishimiz mumkin. Collateralis ulnaris inferior. Shunaqa ekan. Xo'p, bu tushunarli. Arteriya brachialisning tarmoqlari. Bu yana aytib o'tamiz keyinroq. Arteriya radialis. Arteriya radialis bu ko'rinib turibdiki, suyak bilan oladigan bo'lsak, os radialis, os ulnaris degan suyaklarimiz bor, bilak sohasida ikkita. Arteriya radialis shuni o'ng tarmog'i hisoblanadi, o'ng tarmoq. Ko'rinib turibdiki, arteriya brachialis quyidagi joyda ikkiga bo'linadi. Ya'ni aponeurosis muscus biceps brachi sohasida, o'sha aponeuroz sohasida yoki boshqacha qilib aytganda colum radialis yoki ya'ni radius suyagi, bilak suyagining bo'yinchasi qismida arteriya radialis degan tarmoqni beradi. Arteriya radialis. Cubitalis, ya'ni kubsimon chuqurcha joylashgan bu yerda. Ana shu sohada ikkiga bo'linar ekan.
Arteriya radialisning quyidagi tarmoqlarini farqlanadi. Arteriya recurrens radialis. Recurrens degan qaytuvchi degan. Demak, radialis, ya'ni bilakning qaytuvchi arteriyasi. Bilakning qaytuvchi arteriyasi mana bu 8-raqam bilan ko'rsatilgan. Ya'ni tushyapti va orqaga qaytyapti. Mana keladi, orqaga qaytib, boyagi arteriya collateralis radialis bilan anastomoz hosil qiladi. Mana uzuq yo'riq chizib qo'yilgan mana. Shunaqa shaklda. Ikkalasi anastomozlashadi. Xo'p, anastomozni ham ahamiyatini aytib o'tamiz keyin. Undan keyin tarmog'i rami muscularis, xuddi arteria brachialis kabi bunda ham rami muscularislar bor va bu o'sha joyda joylashgan muskullarni qolmi. Bu yerda juda ham ko'p muskullar bor. Aynan barmoqlarni harakatlantirishda qatnashadigan umuman radial muskullar bor. Xullas, muskullar juda ham ko'p. Ana shularni qonbilan ta'minlashda qatnashar ekan. Va bu chuqurchasi qaysi chuqurchada joylashgan arteria radialis, sulcus radialis degan chuqurchada joylashgan bo'ladi. Shunaqa. Keyingi tarmog'imiz ramus carpalis palmaris. 15-raqam bilan belgilangan ramus carpalis palmaris. Buning ahamiyati nimada? Bu demak reti carpali palmarisni hosil qilishda qatnashadi. Aynan bilak va demak kaft chegarasi reti carpali palmarisni hosil qiladi. Reti carpali palmari. O'sha joyda joylashgan suyaklar bo'lsin, muskullar bo'lsin, tendonlar bo'lsin, ya'ni tog'aylar bo'lsin, o'shalarni qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Xo'p. Demak, ramus carpalis palmaris shu. Ramus palmaris superficialis bor. Ramus palmaris superficialis. Buning ahamiyati, demak, bu ahamiyatini aytib o'tamiz hozir. Demak, yuzaki kaft shoxi, yuzaki kaft shoxi deb tarjima qilinadi. Arteriya radialisning. Bu 21-raqam bilan ko'rsatilgan. 21-raqam bilan. Shunaqa. Va aynan o'sha ramus palmaris superficialisdan ikkita tarmoq chiqadi. Arteria principis pollicis, arteria radialis indicis. Ikkita. Arteria principis pollicis hamda arteria radialis indicis. Bu nima degani? Principis pollicis, pollex bosh barmoq, radialis indicis, index ko'rsatkich barmoq, index, pollex. Ya'ni pollex nomidan ham aniqki, bosh barmoqni qon bilan ta'minlovchi hamda arteria radialis indicis ko'rsatkich barmoqni qon bilan ta'minlovchi. O'sha soha muskullari, suyaklari bo'lsin, hammasini qon bilan ta'minlashda qatnashar ekan. Mana o'sha arteria radialisning barcha shoxlari. Endi keyingi tarmog'imiz bu arteria ulnaris. Arteria ulnaris. Arteria ulnarisning quyidagi shoxlari tafovut qilinadi. Arteria recurrens ulnaris. Xuddi arteria radialis kabi bunda ham arteria recurrens ulnaris bor. 9-raqam. Va bu nimalar bilan anastomoz hosil qiladi desa, bu arteria boya aytib o'tdim. Arteria collateralis qaraydi. Arteria collateralis ulnaris superior, arteria collateralis ulnaris inferior bilan arteria recurrens ulnaris ikkalasi anastomoz hosil qilib ketar ekan. Xuddi arteria recurrens radialis kabi anastomoz hosil qiladi. Xo'p, bu birinchi tarmog'. Ikkinchi tarmog'i bu arteria introsia communis. Introsia degan suyaklar aro, ya'ni umumiy suyaklar aro arteriyani hosil qiladi, 11-shox. Va arteria introsia communis ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'lib ketadi. Arteria interossea anterior, arteria interossea posteriorni hosil qilib ketadi. Yozib qo'ying. Demak, xuddi shu nom bilan anterior shoxi bor, anterior va posterior. Posterior shoxi bor. Mana bu. 12 hamda 13. 12 hamda 13. Demak, interossea communis shunaqa tarmoq hosil qiladi. Anterior bu doim tasavvur qilishimizda mana shunaqa. Bu qo'l bilakning yuzi sohasi. Bilakning yuzi sohasi bu orqa sohasi. Kaftdan xuddi shuni. Bu kaftning yuzasi, bu orqasi. Tushunish uchun hozir chalkashmovchilik bo'lmasligi uchun. Demak, anterior deganda oldingi shox. Demak, arteria interossea anterior oldingi tomondan pastga tushadi. Arteria interossea posterior orqa tomondan. Arteria interossea anterior musculus interossea bor. Arteria radialis hamda arteria os radialis hamda os ulnaris orasida membrana bor. Membrana interossea deyiladi. Muskullari ham bor. Xo'p, membranani bu arteria interossea anterior teshib o'tib orqaga o'tadi. Birinchi dastlab orqaga o'tadi, orqa sohasiga o'tadi va mana bu bilan ikkalasi qo'shilib ketadi. Va ikkalasi ham reti, demak, reti dorsalisni hosil qilishdi. Reti dorsalisni hosil qilishda qatnashadi. To'rda.
boya reti palmaris dorsalis ret mana bu yerda aytib o'tdik-ku, ramus carpalis palmaris reti carpalis ni hosil qilishda qatnashardi. Bu yerda reti dorsalis dorsal to'rni hosil qilishadi. Reti degani to'r degani. Demak, reti carpali dorsalisni hosil qilishda qatnashar ekan. Ramus carpalis palmaris esa reti carpalis palmarisni hosil qilishda qatnashadi. Xo'p, bu tushunarli. Rasmni ham ko'rishimiz mumkinki, mana bu blackning sal pastrog'ida qon tomirlarining to'ri bor. Endi bu yerda aniq ko'rinmagan, to'rini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu arteria ulnaris haqida edi. Arteria ulnaris haqida. Arteria ulnaris yana bitta shoxi bor, mana buni aytamiz. Arteria palmaris profundus. Arteria palmaris profundus. Mana bu 16-raqam bilan ko'rsatilgani arteria palmaris profundus hisoblanadi. Buning ahamiyatini aytib o'taman. Arteria ulnarisning shu shoxlari. Arcus palmaris superficialis. Ya'ni yuzaki palmar, kaft boyagisi. Arcus yoyi. Shunaqa. Bu nima hosil qiladi buni? Endi bu gap kaft haqida ketyapti. Kaft sohasini qon bilan ta'minlash. Arcus palmaris superficialis mana bu rasmda ko'rsatilgan. Qo'lda chizilgan. Tushunarli bo'lishi uchun sxema shaklida. Nima hosil qiladi? Arteria ulnaris va ramus palmaris superficialis. Arteria radialis. Ya'ni arteria radialisning ramus palmaris superficialisi. Mana bu. Demak, bu bilan arteria ulnaris arcus palmaris superficialisni hosil qilishda qatnashyapti. Xo'p, qanday? Mana bu arteria ulnaris chap tomondan kelyapti mana. Sulcus ulnaris bo'ylab kelyapti. Ospiciforme degan suyak bor. Ospiciforme kaftus suyaklari hisoblanadi. Kaftus suyaklarida. O'sha ospiciformesidan sal lateralroq o'tib ikki tarmoqqa bitta tarmoq berib ketadi. O'sha tarmoqning nomi bu yerda hozir mana bu aytib o'tdik. Arteria palmaris profundus. Arteria palmaris profundus. Shoxini beradi va o'zi arteria ulnaris pastga tomon davom etib arcus palmaris superficialisning bir shoxini hosil qiladi. Mana bir shoxi mana shu yergacha keladi. Bu tomondan qaysi shox desa, bu tomondan ramus palmaris superficialis arteria dorsalis. Ya'ni arteria radialisning ramus palmaris superficialis degan tarmog'i mana bu yerdan keladi va ikkalasi arcus palmaris superficialisni hosil qilib ketar ekan. Bu menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Juda ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, keyin yana qanaqa tarmoqlar bor? Buni shoxlari bor. Arteria palmaris superficialisning qanaqa shoxlari bor desa, 3 ta shox beradi. 3 ta shox. Qanaqa shoxlar? Arteria digitalis palmaris communis. Arteria nima uchun ikkita? Bu ko'p degan ma'noni bildiradi, ko'plik ma'nosida. Arteria digitalis palmaris communis, ya'ni umumiy kaft barmoq arteriyasi. Kaft barmoq deb nima uchun bunday deyilyapti? Chunki bu metakarpalis sohasi borda, ya'ni kaftning o'zi, kaft usti emas, kaft metakarpalis suyaklari bor. Os metakarpali deydi. O'sha sohada bular chiqadi. Mana bu yoyda arcus palmaris superficialis deb atadik va undan 3 ta tarmoq chiqadi dedik. Bu tarmoqlarni nomladik arteria digitalis palmaris communis. Arteria digitalis palmaris communis, ya'ni umumiy kaft barmoq arteriyasi. Va u ikkiga tarmoqlanadi. Qayerda ikkiga tarmoqlanadi? Qachon ikkiga tarmoqlanadi desa, mana bu sohada. Bu sohani biz lotinchasiga articulatio metacarpophalangia. Articulatio metacarpophalangia. Ya'ni kaft barmoq bo'g'imi sohasida ikkiga ajraladi. Bu ikkiga ajralishni biz arteria digitalis palmaris propria. Propria degan xususiy degan. Communis o'rniga propriani mashq qilamiz. Bu qiyin emas. Arteria digitalis palmaris propria, ya'ni xususiy kaft barmoq arteriyasi. Arteriyalari yoki boshqacha nom bilan. Shunaqa ekan. Xo'p, menimcha bu tushunarli. Endi arcus palmaris profundus haqida aytib o'tamiz. Arcus palmaris profundus. Xo'p, buni nima hosil qiladi? Nimalar hosil qiladi? Ikkita shox, ikkita tarmoq hosil qiladi. Xo'p. Bular birinchisi
Arteriya metacarpalis palmaris. Bu shoxlar ekan, adashib ketman. Xo'p, hosil qiladi. Arteriya radialis va arteriya palmaris profunda, arteriya ulnaris. Xo'p, bu so'zlar juda ham tanish, to'g'ri, chalkash bo'lishi mumkin, lekin bir tasavvur qilib yodlab olsa esdan chiqmaydi. Esdan chiqmaydi. Mana, ko'rishingiz mumkin. Yaxshilab tushuntirib beraman. Arteriya radialis mana bu. Mana bu arteriya radialis. Kelyapti mana, yuqoridan pastga qarab, yuqoridan pastga qarab kelyapti. Ya'ni o'ng soha bo'ylab. Bu arteriya radialis. Arteriya radialis demak bosh barmoqning o'sha metakarposiga yetgan vaqtida mana bu 21-raqam bor-ku, 21-raqam bu ramus palmaris superficialis edi. U demak bosh barmoqni mana kelyapti arteriya radialis dastlab orqa tomonga o'tadi, va yana kaft sohasiga qaytib chiqadi. O'sha orqa tomonga o'tganda bitta tarmoq qoldirib ketadi, bitta shox qoldirib ketadi. Bu shoxning nomi ramus palmaris superficialis. Kaft sohasiga qaytgan vaqti esa bu davom etib ketadi mana. Kaft sohasiga qaytyapti mana. Dastlab orqaga, so'ng kaft sohaga. Kaft sohasiga qaytib ketgan vaqtida arcus palmaris profundusni hosil qilishda qatnashadi. Arteriya radialis. Ikkinchi shox bu arteriya palmaris profundus, arteriya ulnaris. Ya'ni mana bu 16-chi. Mana bu arteriya palmaris profundus, arteriya ulnaris. Ikkalasi arcus palmaris profundusni hosil qiladi. Va o'z navbatida bular ham shoxlarni berib ketadi. Qaysi shoxlar desa, arteriya metacarpalis palmaris. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu arcus palmaris profundus, chuqur. Doim chuqur tarmoq yuza tarmoqdan teparoqda joylashgan. Mana rasmni ham ko'rishingiz mumkin mana. Yaqqol ko'rmagan hammaydi. Mana bunisi chuqur tarmoq. Sal pastroqqa tushib ketgan bu yuzaki tarmoq hisoblanadi. Mana shunaqa rasmdan ham ko'zatishingiz mumkin. Xo'p, qaytamiz yana. Arteriya metacarpalis palmaris. Mana bu birinchi tarmog'imiz arteriya demak palmaris profundus, arteriya ulnaris ekan. Mana bu arteriya radialis o'zi, ikkalasi arcus palmaris profundusni hosil qildi aytdik va 3 ta shox chiqaryapti. Bu shoxlar nomi mana bu 3-chi raqam bilan belgilangan. Bu arteriya metacarpalis palmaris, ya'ni kaft mana bu kaft arteriyalar. Palmar soha mana bu hisoblanadi. Adashmaylik. Kaftning yuza sohasi palmar, orqa tomoni darsal soha hisoblanadi. Palmar darsal. Buni endi ikkalasi ham kaft, bittasi kaft yuzasi, bittasi kaft orqasi. Nom berishda shunaqa. Xo'p, endi metacarpalis bu kaftning o'zi. Shu shoxlarni chiqarar ekan va u shoxlar chiqqandan keyin bitta yana o'zidan shox chiqaradi. 4-shox, 4-raqam bilan belgilangan. Bu teshuvchi. Demak, ramus perforatus. Perforatus degan teshuvchi degani. Perforator degan apparatlar bor, qurilishda ishlatiladi. O'shandan kelib chiqqan perforatus lotinchadan. Ramus perforatus teshuvchi arteriya bu qanday? Yuzadan orqa tomonga teshib chiqadi. Mana bu kaft bo'lsa, mana bu yerda kelyapti arteriya metacarpalis palmaris, u ramus perforatus berdi, orqa tomonga teshib chiqdidagina reti mana bu yerdan hosil bo'lgan reti carpali darsalidan chiqadigan shoxlar bilan anastomos hosil qiladi. O'sha shoxning nomi arteriya metacarpalis darsalis. Demak, reti carpalis darsalisdan arteriya metacarpalis darsalis chiqyapti. Bu tomonda esa arteriya metacarpalis palmaris chiqyapti. Ikkalasi reti demak ramus perforatus yordamida anastomos hosil qiladi. Anastomos hosil qilib qo'shiladi va bular ikkalasi ham arteriya ikkalasi qo'shiladi, metacarpalis darsalis va ikkalasi ham nima bilan qo'shilib ketadi desa, mana bu bilan qo'shilib ketadi. 3-raqam bilan belgilaganmiz. Arteriya digitalis palmaris communis bilan qo'shilib ketadi. Ya'ni arteriya metacarpalis falangiyaga, metacarpofalangiyaga yetmasdan turib ikkalasi qo'shilib ketadi. Mana bu kompleks. Mana shu kompleks arteriya qo'shilib ketadi.
Shunaqa, arcus palmaris profundus. Yana bitta mana shu joyni takrorlab o'ling. Tushunish uchun. Demak, kafta arteria palmaris superficialis bor edi. Sal pastroqda dedim va u rasmda ham ko'rishingiz mumkin mana. Bu haqiqiy rasmda mana bu. Shox chiqardi. Arteria digitalis palmaris communis chiqardi. Xo'p, u turib tursin. Bu pastroqdan chiqargan. Endi yuqoriroqda arcus palmaris profundus bor. U o'zidan shox chiqardi, arteria metacarpalis palmaris degan. Mana shunday ko'radigan bo'lsak, kafti metacarpalis palmaris bu yoqdan chiqdi va u ramus perforantis degan arteriyani yuqoriga qarab chiqadi. Ya'ni darsal soha. Darsal sohada reticarpalis darsalis bor edi. Bu yerda xosiyat qilganda reticarpali darsali. Reticarpali darsalini ikkita boyagi xosiyat qildi. Bular 12 bilan 13 edi. Ya'ni mana bular. Arteria introsic communis ikkita shoxi, anterior posterior shoxlari edi. O'sha xosiyat qilgan reticarpali darsalisdan arteria metacarpalis darsalis deganlari chiqdidagina ramus perforantus orqali, demak, arteria metacarpalis palmaris bilan anastomoz hosil qildi. Va ular ikkalasi birgalikda arteria digitalis palmaris communis bilan qo'shilib ketdi. Mana bu yerda ko'rsatib o'tdim. Mana bu arteria metacarpa falangiga yetmasdan mana shu yerda ikkalasi qo'shilib ketadi. Mana shu yerda umumiylashish bo'ladi. Shunaqa ekan. Ya'ni anastomoz hosil qiladi. Xo'p, qisqacha mana shu edi. Menimcha qiyin emas. Prezentatsiyadan bo'ladi va u prezentatsiyada xudo xolasa tushunarli shaklda bo'ladi. Lekin menimcha videoning o'zi ham ajoyib shaklda tushunarli bo'ldi. Xo'p, qisqacha shu, anastomoz tushunchasi. Anastomoz bu odatda organlarni, deylik, asosiy arteriyaga tromb tiqilgan yoki emboliya holati yoki qanaqadir jarohat bo'lgan vaqtda anastomozlar ishlab ketadi. Anastomozlar odatda spazm yoki kichikroq arteriya shaklida. Ular kengayadi hamda qonni ko'p o'tkazib, o'sha sohani qon bilan ta'minlanishini qayta tiklashda qatnashadi. Anastomozlarning asosiy ahamiyati shu. Ya'ni biz bilgan katta-katta anastomozlar shu. Mayda-mayda anastomozlar juda ham ko'p organizmimizda, ular juda ham katta ahamiyatga ega. Mana shunaqa ekan. Qo'lning qon bilan ta'minlanish shu haqda edi. Xudo xolasa keyin darslarda qorinning qon bilan ta'minlanishi, oyoqlar qon bilan ta'minlanishini ko'rib o'tamiz.